Haqiqat bormi? Kadastr agentligi to'g'ri mana agar aybdor qilayotgan bo'lsa, bo'lmasam ommaviy axborotga qarshi bo'lmasin. Qarorida yozib qo'yganki, o'z holiga keltirish degani yana musorga qilib qo'yish kerak edi, yana musor topib, musor to'ktirib qo'yish kerak edi. Oldin musorxona hammasi yomon joy edi, qarovsiz joylar edi. Bular rosa obod qildi, qancha mehnat qildi. O'zimiz ko'rdik ko'zimiz bilan. Bu odamlarga haykal qo'yish kerak. Bularga rahmat deyish o'rniga bu qanaqasiga bilan sudga berish mumkin? Bu Men noto'g'ri ish qilgan, ayb ish qilgan bo'lsam, xalq ko'rsin. Shuncha mehnatini zoyi ketkazib buzishga harakat qilayotgan ekan. Biz hammamiz mahallamiz, qo'ni-qo'shnilar bunga norozimiz. Biz masan qarshimiz bunaqaga. Obязательно qarshimiz. Daraxt ekkanga jarimami? Bir tomonda ekologiyani yaxshilash maqsadida respublika miqyosida chora-tadbirlar ko'rilayotgan bo'lsa, yana bir tomonda yashil makonni yo'qotish uchun harakatlar qilinmoqda. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan Yashnoboddagi tadbirkor Arsen barpo etgan yashil makon buzilishi bilan bog'liq muammolar yechim topish o'rniga tadbirkor bugun sudda javobgar sifatida ishtirok etdi.